Alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan to be mavzusini batafsil o'rganamiz. Ya'ni bizni ko'pchiligimiz to be mavzusini bilamiz, lekin uni real hayotda qaysi vaziyatlarda ishlatishni bilmaymiz. Ya'ni bugungi mavzuyimizda buni batafsil o'rganib chiqamiz. Xo'p, to be o'zbek tilida bo'lmoq degani va uni hozirgi zamonda 3 xil shakli mavjud. Bular am, is, are. Xo'p, biza I olmoshiga am'ni olamiz va uni qisqartirilgan shakli I'm bo'lib ketadi. He olmoshiga is'ni olamiz. Shunda u qisqartirilgan shakli his bo'lib ketadi. She olmoshiga is'ni olamiz va uni qisqartirilgan shakli she's bo'lib ketadi. It olmoshiga is'ni olamiz va uni qisqartirilgan shakli it is bo'lib ketadi. Va you olmoshiga biza are'ni olamiz va u your bo'lib ketadi. We olmoshiga are'ni olamiz, we're bo'lib ketadi. They olmoshiga are'ni olamiz, their bo'lib ketadi. Xo'p, to be'ni ishlatish mumkin bo'lgan holatlar. Birinchisi bu introducing people, odamlarni tanishtirayotganda. Ya'ni birinchi misolni o'qiydigan bo'lsam, this is my brother John. Bu meni akam John. Ya'ni bu yerda men to be'ni ishlatyapman, ya'ni is. Ya'ni bu yerda men odamni tanishtiryapman. Shu sababdan ham bizni to be ishlatishimiz kerak. Keyingi gapni o'qiyman. He's my neighbor Alex. U meni qo'shnim Alex. They are my friends Bob and Tom. Ular meni do'stlarim Bob va Tom. Ya'ni bu yerda nimaga are oldim? Sababi biza they ga ko'plik bo'lgani uchun are olamiz. Keyingisi bizda age, ya'ni yoshga nisbatan ham biza to be ni ishlatamiz. Misol uchun I'm 21 years old. Men 21 yoshdaman. His father is 50. Uning dadasi 50 yoshda. She's 25 years old. U 25 yoshda. Keyingisi bu kasblarga nisbatan ham to be ni ishlatamiz. Misol uchun I'm a dentist. Men tish shifokoriman. Ya'ni biza bilamiz, kasblar oldidan biza an article'ni ishlatamiz. She's a student. U talaba. He's a farmer. U fermer. Va keyingi ishlatishimiz mumkin bo'lgan holat bu nationality, ya'ni millat uchun. O'zingizni qaysi millatdan ekanligingizni aytayotganda. Misol uchun I am Turkish. Men turkman. He's Russian. U rossiyalik. She's Arab. U arab. Va keyingi ishlatishimiz mumkin bo'lgan holat bu feelings, ya'ni hissiyotlar. Misol uchun I'm happy. Men xursandman. He's sad. U xafa. She's tired. U charchagan. Ya'ni shu kabi holatlar uchun biza to be ni ishlatishimiz lozim. Keyingisi colors, ya'ni ranglarni aytayotganda ham biza to be ni ishlatamiz. My eyes are green. Mening ko'zlarim yashil rangda. His new car is blue. Uning yangi mashinasi ko'k rang. Her new dress is yellow. Uning yangi ko'ylagi sariq rangda. Va keyingisi bizda prices, ya'ni narxlarni aytayotganda ham biza to be dan foydalanamiz. This jacket is $20. Bu kurtka $20. These sneakers are $15. Ya'ni bu krossovkalar $15. That car is $5,000. Ya'ni bu anavi mashina $5,000. Keyingisi biza ob-havo uchun ham to be dan foydalanamiz. Faqatgina biza it olmoshidan foydalanishimiz lozim. It is sunny today. Bugun havo quyoshli. It is rainy today. Bugun havo yomg'irli. It is cloudy today. Bugun havo bulutli. Keyingisi vaqt uchun ham biza to be dan foydalanamiz. Faqatgina bunda ham
bizi it olmoshini ishlatishimiz kerak. Va undan so'ng isni olamiz. It is 10 o'clock. Soat ровно 10 bo'ldi. It is 20 past 4. Ya'ni 4dan 20 minut o'tdi. It is quarter to 7. Ya'ni 15 da kam 7 bo'ldi. Keyingisi bizda describing things or people. Narsalar yoki odamlarni tasvirlayotganda biza to be'dan foydalangan ekanmiz. He's very short. U juda past bo'yli. These cars are too old. Bu mashinalar juda eski. His new job is too easy. Uning yangi ishi juda oson. Xo'p, biza pozitiv shaklda ko'radigan bo'lsak, I am a student. Men talabaman. Va inkor shakli I'm not a student. Men talaba emasman. Va so'roq shakli am I a student? Men talabamanmi? Ya'ni so'roq shaklida shunchaki ya'ni am is are oldinga chiqadi. Subjectdan oldinga. Xo'p, biza qisqartirilgan shakllarni ko'radigan bo'lsak, I am not. I'm not. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. You are not. You aren't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Ya'ni shu tarzda qisqartirilgan shakllarni ko'rar ekanmiz. Xo'p do'stlar, bugungi sizlarga o'tib bermoqchi bo'lgan mavzum shundan iborat edi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.